Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlarga 3 xona ravatxonasi bilan rossiyskiy sasnada yopish, tom yopish nech pulga tushishini ko'rib chiqamiz. Qani bo'lsa ketdik. Do'stlar, bu yerga shifrga keladigan bo'lsa, shifriga taxminan 100 ta shifr ketyapti. 104 ta yoqda ketyapti. Endi konver bo'lgani uchun yopilgandan keyin 5 ta yoq bilan soni chiqadi. Chunki yana bitta narsaga e'tibor beringlar. Esdan chiqmasa aytib qo'y, tom umuman uy solganda ventilyatsiya bunaqa shaxtalar tashlab ketish kerak albatta. E'tibor bersanglar, bu akamiz Rossiyada ishlar ekan, yaxshi e'tibor bergan. Har bitta xonadan ventilyatsiya shaxta chiqargan, mana kolonnalarga sisma quygan. Juda ham go'zal holatda qilyapti. Bularni ventilyatsiya sismalarda foydasi bir ko'yga kelsa moronada foydalansangiz ham bo'ladi. Yo bo'lmasa uydagi har xil zaharli gazlarni, hidlarni, namgarchilikni tevaga ko'tarib berib turadi. Yaxshi narsa bo'ladi. Keyin bunaqa konverli tomlarni yopganda bitta narsaga e'tibor berishlarni so'rardim. O'zimiz lombozlar bilan shug'ullanganimiz uchun issiq to'g'risida ancha izlanganmiz. Qo'limizdan kelgancha, aqlimiz, bilimimiz yetgancha sizlarga ulashga harakat qilamiz. Shu lombozini ham o'zimiz qilib berganmiz, ko'ryapsiz. Juda mustahkam chiqqan, tomga yengil bo'ladi. Yaxshi narsa bo'ladi, xudo xolasa. Endi bu lomboz biz lombozimizdan bo'ladimi yo boshqa lomboz, loy lomboz bo'ladimi, pena lomboz bo'ladimi, seppa lomboz bo'ladimi, nima bo'lsa ham, mana shu agar konstruksiya noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, uyingiz yozda baribir ham issiq, qishda baribir ham sovuq bo'lib qolishi mumkin. Sababi polniy tom yopilgandan keyin, aynan yopilgandan keyin shifrdan o'tgan asariy lombozni qizdiradi. Bugun 30 gradus bo'ldimi, 30 gradus loyda qizdiradi. Ertaga 40 gradus bo'ldimi, yana qizdiradi. Qizdirib oxiri lomboz nimadan bo'lsa ham chidamaydi, uyni ichiga pechkani singar, uyda isitib berib turishni boshlaydi. Shuning uchun shunaqa holatga tushmasligi uchun, shu holat takrorlanmasligi uchun albatta ventilyatsiya shaxta bo'lishi kerak. Misol uchun, yerdan ochilsa, bu yerdan ham qandaydir kukushka qilib ochib olish kerak. Tunda havo aylanib, lombozni sovutib berib turish kerak. Shunda bizni lombozlarimiz ko'yinki nima lomboz bo'lsa ham yaxshi effekt beradi. Do'stlar, o'sha haqlarga keladigan bo'lsak, biz Andijonda bitta shifrini 50 ming so'mdan yo'q berishyapgan. Sliflari отдельный bo'ladi. Sliflarning metri 20 ming so'm. Slifni narxi ham 20 ming so'm metri. Belvog'i, samarezi, mayda shulasi bilan taxminan sizga 1 metr 50 ming so'mga tushadi. Keyingi do'stlar, sizga 3 xona ravatxonasi bilan sasna rossiyskiy materiallarda yopish, hamma materiallar ichida 32-33 millionga bitishi sizga aylanar ekan. Yoqqan bo'lsa, do'stlar, bittadan like bosib, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Kanalda juda ham foydali videolar ko'p. Obuna bo'lishni unutmang. Do'stlarga ulashishni esdan chiqmasin. Barchalarga rahmat.